Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, sizlar bilan Dispute Community. Demak, sizlar bilan bugungi darsimizda big numbers, ya'ni a, katta ko'rinish kerak bo'lgan ma'lumotlarni yoki mana bu data qismimizda qo'shgan bajarilgan umumiy vazifalar soni, shunga o'xshagan songa oid yoki kattaroq ko'rinish kerak bo'lgan muhim ma'lumotlarni ko'rsatishni ko'rib chiqamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz biz darsimizni boshladik. Faizimiz bersin. Xo'p, kelar birinchi bo'lib vazifalar yozuvini tagiga biz nima qo'shib olamiz? Umumiy vazifalar sonini yozib qo'yamiz mana shu yerga. Buning uchun biz birinchi bo'lib title ga o'tib olamiz. Title ga o'tib turib, vazifalar tagidagi yozuv qayerdan qo'shilardi? Albatta, subtitle degan bo'limdan qo'shiladi. Mana subtitle degan bo'limda bu yerga yozamiz. Masalan, umumiy ikkita to'shqa qo'yamizda, bitta bo'shliq tashlab turib, endi tanlab qo'yamiz umumiy vazifalar soni degan ma'lumotimizdan. Mana umumiy vazifalar sonini tanladik. Mana umumiy bitta vazifa degan ma'lumotimiz bizga kelib chiqdi. Kelinglar endi keyingisi. Xo'p, demak big numbers dedik. Big numbersni biz ekranimizga qo'shish uchun albatta chap tarafdagi plus belgisi orqali qo'shib olamiz. Mana bu yerdagi plus belgisi orqali biz big numberslarni qo'shib olamiz. Masalan, hozir yozib oladigan bo'lsangiz, big deb yozadigan bo'lsangiz bizga chiqib keladi va ezib olamiz. Xo'p, qaranglar. Bizda demak, bizni konteynerimiz ichida turmagani uchun bizda nima bo'lib turibdi? Alohida ajralib turibdi. Lekin biz buni konteynerning ichiga olib kirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Buni ushlab turib, jicha yonroqqa o'tkazadigan bo'lsangiz, mana ichiga ko'rindi va ichidagi ma'lumot bilan birgalikda bizni orqa fonimiz aksent bo'lib qoldi. Tanlagan rangimizni chiqarib berdi. Endi bu yerga yozib olishimiz mumkin. Masalan, big numbersni ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, general, ya'ni bu ma'lumotimizni umumiy ma'lumotlari ko'rib chiqishimiz mumkin. Masalan, birinchisiga hisobot yozadigan bo'lsak, mana bu yerda yoziladigan ma'lumotimiz shu titledan yoziladi. Hisobot masalan. Xo'p, buni yozmay qo'yamiz. Xo'p, name. Birinchisi mana item. Bitta item, ya'ni bitta ma'lumot bu yerda ko'rinadi. Demak, birinchisi name, ya'ni bu ma'lumotimizni nomi. Masalan, salom deb yozadigan bo'lsak, biz asosiy ma'lumotimizni tevasidagi yozuvni name orqali boshqarar ekanmiz. Xo'p, value ga masalan, value ga yozamiz. Xo'p, Ozodbek deb yozadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, bizda Ozodbek yozuvi value qismida turgani uchun bizda asosiy ma'lumot sifatida ko'rsatyapti. Va bizda description qismi, ya'ni tagidagi yozuv. Yusufjonov masalan yozib oladigan bo'lsak, mana tagidagi yozuvga bizda ko'rinib turibdi. Xo'p, kelinglar biz foydalanamiz bundan. Bundan qanday foydalanamiz? Xo'p, masalan, bajarilgan vazifalar sonini ko'rsatishda foydalanamiz. Xo'p, bu ma'lumotlarimizni o'chirib olamiz. Xo'p, o'chirdik. Xo'p, endi value, ya'ni qiymat qo'shib olamiz. Qaysi qiymatni ko'rsatish kerak edi bizda? Demak, bajarilgan vazifalar sonini ko'rsatish kerak edi. Xo'p, mana bajarilgan vazifalar soni 0 ta vazifa turibdi. Endi tagida ta vazifa bajarildi deb yozib qo'yamiz. Bajarildi. Xo'p, 0 ta vazifa bajarildi degan yozuvimiz paydo bo'ldi. Endi kelinglar biz keyingi ma'lumotimizni qo'shib olamiz. Keyingi ma'lumotimizda bajarilmagan vazifalarni belgilab qo'yamiz. Buning uchun biz add item qilamiz. Mana bu yerda yangi nima qo'shib olamiz? Yangi ma'lumotni qo'shib olamiz. Xo'p, plus yozadigan bo'lsak, tagiga yana chiqadi. Endi bu ma'lumotimizda buni qiymati, demak, umumiy bajarilmagan vazifalar soni turadi. Xo'p, bajarilmagan vazifalar sonida, demak, bitta vazifa bajarilmabdi. Demak, description qismidan endi biz bitta vazifa bajarilishi kerak degan yozuv chiqaramiz. Bajarilishi kerak. Xo'p, bitta vazifa bajarilishi kerak degan yozuvimiz paydo bo'ldi.
Xo'p, bunda biz options qismidan yana foydalanishimiz mumkin. Ya'ni bu ma'lumotlar kimga ko'rinadi yoki qanday hodisa bo'lganda ko'rinadi degan buyruqni berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak bugungi darsimiz uchun shular edi. Bugungi darsimizda demak big numbersni qanday ishlatiladi, nima uchun ishlatiladi, shularni ko'rib chiqdik. Xo'p, keyingi darsimizda ko'rishguncha sog' bo'ling.